Mom, I miss you so much. I will never stop fighting for your release. Xitoy dairəlik tərəfindən 2017 yılı 12 ay məzgildə tutqun qılınıb, iz deraksiz g'ayib qilib etilgan Şinjan Universitetining Filologiya institutining professori doktor Rayla Davudga erkinlik talab qilish chaqiriqlari 4 yildan buyon bargan seri kuchaymoqda. 12 dekabr kuni Rayla Davudning Amerikalik qizi Aqida Polat Twitter torida poster, ya'ni rasmlik chaqiriq e'lon qilgan. Folklorshunos professor Rayla Davudning chet ellardagi o'quvchilari, do'stlari va shundaqla Rayla Davudning ahvoliga yaqindan ko'ngil bo'lib kelayotgan ilmiy va ommaviy tashkilotlarmi Aqida Polat yo'llagan Rayla Davudga erkinlik postkartini ham baharlagan. Shundaqla o'z nomida ijtimoiy taratqularda Rayla Davudga erkinlik chaqiriqlarini orqa-orqadan e'lon qilgan. Oslo erkinlik munbirimi 12 dekabr kuni professor Rayla Davud haqida chaqiriq e'lon qilgan. Oslo erkinlik munbiri chaqiriqi deganda Aqida Polatning bu yil 10-oyda o'tkazilgan Oslo erkinlik munbirida apsi Rayla Davud haqida so'zlagan naq maydon nutqimi qo'shib tarqitilgan. China is committing an unprecedented crime against humanity, against the Uyghur population and the other Muslim groups in our homeland. Apamdan tuyuqsuz uyuqab ketgandan keyin anandaki Uyg'urlarning beshig'ini kun tushayotganligini, burun nimish bo'layotganligini, qandaq bizlarga ilki qiyinchilik uchrayotganligimizni his qilib, apam uchun so'zlashga, Uyg'ur uchun so'zlashga qaror qildim. Shu dunyoda hamma odamga bo'lgan mening bir talabim va u bo'lsa cho'qim Uyg'urni qutqizinglar, cho'qim Uyg'ur uchun bir ish qilinglar, cho'qim biz uchun da'vo chiqinglar, bu irqiy qirg'inchilik bo'lmaydi degan fikrlarni qo'ydim. Aqidaning bildirishicha, Xitoy hukumatı 4 yildan buyon Rayla Davudning ahvolini uzluksiz yoshirib kelgan. Apamdan sirt yana nurg'un olim ma'nolaqim shu madaniyatga oid odamlarni bular tutqun qilib ketdi. Bu Jungo hukumatı tutib ketdi, biroq bularning ashtaq beguna olimlarni, ziyolilarni tutib ketgan ishni yushiryapti, dunyoga bilgizgizmayapti. Apamning ishini shunday o'ylayman. Apamni 4 yil erkinligini ketdi. Tutib biroq dunyo so'roq qilgan vaqtida javob bermay o'zining shu beguna bir ayolni 4 yil qamoqqa qo'yganligini dunyodan yushiryapti deb o'ylayman. Gerçi Erkin Asiya radiosi tarafidan Rayla Davudning tutqunda ekanligi dalillangan bo'lsa-mu, ammo Xitoy doiralari Rayla Davudning ahvoli haqida 4 yildan buyon sirtqi dunyoga hech qanday uchur bermagan. Rayla Davudning salomatlik ahvoli navbatda uni og'ir andishiga solmoqda ekan. Biz hamamiz hozir shu lagerning turmaning ahvolining qanchalik nachar ekanligini uqyapmiz. Shuni cho'qim shu opamning darhol bular Jungo hukumati qo'yib berishni talab qilamiz.